doktor bechoralarini butun umri qiladigan ishi tanasini davolash. Lekin tanani dabdala qilayotgan dunyoqarash, hayot tarzi doktor unga aralashmaydi. Aytadi, akajon, vazn tashlang, akajon, to'yib ovqat yemang, akajon, sigaret chekmang, aroq ichmang, xo'p, jismoniy tarbiya qiling, xo'p deydi. Bolnitsaga krizdan tushganda davleniya bilan. 2 oydan keyin tushadi. Davleniyasi kriz 200 dan yuqori. To'g'rimi, yo'qmi? To'g'ri. Ichadimi? Ichaveradi. Chekadimi? Chekaveradi. Yana to'g'ri. Tashamaydi. Bilasizmi qachon tashlaydi? Infarkt bo'lganda, insult bo'lib bir taraf shol bo'lganda tashlaydi. Ungacha, "Voy, men tashay olmayman." Yo'q deydi. Yoki rak degan diagnoz qo'ysinchi, shunday birpasda tashlab, itirib yugura boshlaydi. Sezganmisizlar? Ana, nima deydi? Oyoqni tovuqning oyog'i kuyganda tipirlab qoladi-yu. Ana shunaqa bo'lib qoladi. Men bir narsaga e'tibor berdim. 10 ta kasaldan bittasi o'z ustida ishlaydi, aytgan narsa yetib boradi. 9 tasichi ya insult ya infarkt bo'lgandan keyin agar tirik qolsa, shunda o'z ustida ishlay boshlaydi. Mana bu dars. Ana shungacha olib bormasdan odamni ko'zini ochib, hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish. Oynonaylar. Bizlarning sog'lig'imiz bizlardan boshqa hech kimga kerak emas.